Kimga oluvdingiz buni? Endi baqirasan nima ekan bu qani? Xeleniatik. Nima degan ekan bu xeleniatik? Bo'ling, qayerdan oldingiz deyapman sizga buni. Kimga sovg'a qilmoqchi edingiz? Sen o'zing qayerdan kelding? To'g'risini ayting, faqat mashinangizdan oldim. Kim? Men kerak qilaman-ku, kimnikidir tushib qo'ygan. Pochtaga qidirmasa tez javob bering. Nima o'zi bu? Nima qiladigan bu? Yuz kremi, ajinlarga qarshi. Yoshartiradigan krem. Yo'q. Kimga olgandingiz? To'xta, men mashina kimlar chiqqandi? Kim qo'ng'iroq otdi? Alo. Assalomu alaykum. Ha, ikkita korobkami? Ha, ikkita korobka chiqdi. Xeleniatik degan, ha. Siznikimi edi? Bu ayollar yuziga suradigan narsa ekan-ku, bu nima qilib yuribsizlar ana? Ha, bo'ldi, hozir ko'chada ko'rishamiz. O'sha yerda berib olaman qo'lingizga. Bo'pti. Mana ko'rding, telefon qildi. Erkak kishi ekan. Bak, hozir yuring, hozir ko'ramiz, ko'rishasan. Ko'ramiz. Yo'q, ishonmayman. Mana boraman. Bo'pti, yur, sanayman. Yur, ket. Nimaga ishonmasken, nimaga ishonmasken? Ishonmayman. Siz meni aldayapsiz. Egasi ayol kishi. Ko'ramiz hozir qani kim kelarkan. Yo'q, men kelayotgandan chekilay mana. Ya aka, yaxshimisiz? Kimsiz? Assalomu alaykum. Xudo o'zingiz. Mana korobkalar siznikimi edi? Voy aka, mashinangizda qolib ketibdi bor-ku. Ha, mana uyimda siz tashlab ketgandan beri janjal. Mana endi hozir buni mehrli qo'llardan ixtiyor qilib olamiz. Xudo qilib tasini beramiz o'zingizga. Va ikkinchisini albatta sekin. Qo'yvar endi, qo'yvar. Ishondingmi mana? Rahmat aka, sal qoldi shuni yo'qotib qo'yishimga bor. Xotinimga oluvdim-da. Menga ham olib bering, adasi. Siz ham zo'r kremda. Aka, buni o'zingiz ham ishlatsangiz bo'ladi, erkaklar ham ishlatsa bo'ladi buni. Xudo sotmaysizmi bularni? Yo, o'zim sotib oldim, lekin firmani raqamini berishim mumkin. Telefoningizni oling, yozib oling. Olib berasiz adasi. Endi keyin deb topib bering endi. O'zingiz ishlatsangiz ham bo'ladi. Hozir ichkarida qanaqa janjal qilganini bilmadingiz-a? Ayol kishi qolgan. Endi o'zi mashinangizda qolib ketibdi. Yozib oling 50 002 44 86. Bo'l shunga telefon qilsangiz. Rahmat. Oyligi chiqqanda olsa ham bo'ladi. Ha, bo'laveradi aka. Oyligi chiqishi bilan shartda ol. Nomerini yozib olding. Adasi. Men olib bersangiz nima qildi? Oyligi chiqqanda olsa ham bo'ladi. Xeleniatik.